hurmatli obunachilarimiz, bugun 3-may haftaning chorshanba kuni bugun sizlar bilan bir haftalik o'zini challenge e'lon qilaman. Bir hafta davomida narxlarimiz aksiyada bo'ladi. 7 ga 4,5 metrli brusimiz. 115 ming so'mdan sotayotgan brusimizni 110 ming so'mdan narxlari. 4 metrli 7 ga 13 brusimiz. 85 ming so'mdan sotayotgan brusimizni 83 ming so'mdan narxlari. 4 metrli chorqi ramiz. Razmeri 4 ga 12. 50 ming so'mdan sotyapti, 48 ming so'mdan narxlari. 4 metrli 7 ga 13 brusimiz. $115 ming so'm sotilyapti, 110 ming so'mdan. Do'stlarimizni qisqasi zo'rini akam qilib beraylik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa mana yangi yuklarimiz sevdirib oldik. Bu 6 metrli to'sin. 6 metrli to'sinimizni 195 ming so'mdan beryapti o'dik. 190 ming so'mdan qilib beramiz. Beş metrli to'sinlarimiz. 5 metrli to'sinlarimizni 155 mingdan beryapti, 150 mingdan bu ham. 5 metrli padvor to'sinlarimiz. Hammasi bir xilda mana shunaqa bo'ladi, baquvvat bo'ladi. Bularni 185 mingdan sotyapmiz, 180 ming. $115 mingdan sotilayotgan 4,5 metrli to'sinlarimiz 110 ming so'm. Sifatga e'tibor berasizlar. $75 mingdan sotilayotgan 4 metr to'sinlarimiz 70 mingdan. $55 ming so'mdan sotilayotgan 5 metrli saroblarimiz 50 ming so'mdan. $40 ming so'mdan sotilayotgan 4 metrli ustunlarimiz 35 mingdan. $25 mingdan sotilayotgan 4 metrli kashalilarimiz 20 ming so'mdan. Qisqacha obzorimiz shulardan iborat edi. Hop, bu aksiyamiz 20-maygacha amal qiladi. Hop, manzilimiz Qumtepa Taxtabozor, Farg'ona viloyati. 10 million so'mgacha Farg'ona viloyati dastavkamiz kelishgan holatda albatta bo'ladi.